2026-yil aprel oyi uchun egizak burch sohiblariga tarot xaritasidan shunchaki kayfiyat uchun xabar. Xo'sh, egizak burch sohiblari, asosiy maqsadingiz nima? Asosiy maqsadingiz o'zingizda murosangiz, ishxonangiz yoki sizda sovuqlashib qolgan murosalarni, ya'ni uni tiniqlashtirish, aloqalarni tinchlantirish, xotirjamlikni o'rnatish yoki biron bir safarga uchib ketish g'oyasi ham bo'lishi mumkin yoki safardan qaytish. Sizni ko'p narsa ikkilantirishi mumkin, ammo bu narsa yolg'on. Siz mana shu aprel oyida sovuqlashgan munosabatlar iliqlashishini kuzatasiz va sizni kontrolingiz ostiga o'tadi. Ya'ni siz odamlarni ishonchini qozona boshlaysiz. Ha, bu sizga bir muncha shartnomalaringiz va ishlaringizda siljishni ko'rsatadi. Hamda sizga sovg'alar, sevgilar ham kelmoqda. Bu adolatli ish bo'ladi. Ya'ni neki qaror qabul qilsangiz, munosabatda, oilada, yaqinlaringiz bilan shirin suxanlikda ularga qattiq gapirmasdan, ularni gapini mensimasdan harakat qilmasangiz, sizga ajoyib yangiliklar va ishingizda, biznesingizda ajoyib sovg'alar bo'ladi. Faqatgina sizdan sabr kerak, qo'rqmaslik kerak. Sizda qo'rquvni orqaga chekintiring. Ya'ni sizda shunaqa xayol bor: u meni mensimaydi, u meni hurmat qilmaydi yoki mensimaydi degan xayollaringiz bor. Yo'q, unaqa emas. Siz sovg'alarga ochiqsiz, yangiliklarga ochiqsiz. Sizni ishlaringizda yurishish, daromadlar kelishi aprel oyida kuzatiladi. Ha, sizga yolg'on informatsiyalar ham keladi. Ikki yuzlamachi odamlar uchrashi mumkin. Ammo siz o'z intuitsiyangizga, qalbingizga quloq solsangiz, maqsadlaringiz amalga oshadi. Ya'ni siz o'zingizni qalbingizga quloq soling. Siz juda sevimli bo'lasiz. Puldan qiynalmaysiz, sevgidan qiynalmaysiz, intimniy отношениyadan qiynalmaysiz va sizda turli xil shartnomalar yoki sizni biron bir joyga mehmonga taklif qilishlar, sizni hamma aprel oyida hurmat qilishadi, tan olishadi, sevishadi. Sizda ammo bo'lishi mumkin: nega shuncha mehnat qilsam pulimni vaqtida ola olmadim deb. Xavotir olmang, 15-apreldan keyin sizga pullar kela boshlaydi va siz bundan keyin yana jadal oldinga qarab yurishni boshlaysiz. Ya'ni sizda yoshlik energiyasi hamroh bo'ladi va bu adolatli ish bo'ladi. Sizdan yomon odamlar, sizga keraksiz odamlar aprel oyida hayotingizdan ketadi. Faqatgina yaxshi insonlar, foydali maslahat beruvchilar, sizni daromadingizga daromad qo'shuvchilar yoningizda qoladi. Bu naqadar yoqimli. Ha, bu naqadar yoqimli. Ya'ni siz o'zingizni, yo'nalishingizni, qaroringizni va bu yerda qolish-qolmasligingizni ham aniq bilib olasiz. Aprel oyi sizni qo'llab-quvvatlaydi va bu qo'llab-quvvatlagan narsa sizni ruhan o'stiradi va sizni qalbingizni tinchlantiradi. Sog'ligingizga ham e'tiborli bo'ling, oshqozon faoliyatiga ham e'tiborli bo'ling. Marhamat.